To'y o'tdi, keling-la, bulla. Samovar bilan o'choq o'zim yugurishim kerak. Tez ep kelinglar. Birinchi ko'chga kelim Ramzi bu men. Ramzi. Bo'pti, SPP'si ham qo'yinglar. Hop, yerdan o'xshamani kelamiz. Hop. Kaptarvoz bilan bo'yimni gaplashibdik-ku. Kaptarvoz mudir boshlig'i degan. Voy, qo'shlarim, jon qo'shlarim. Siz ham so'ngga qarayib kaptarvoz yiqilish boshladingizmi? Kaptarvoz deydi. Yani kaptarlarni sanatda xatlov qilib tushtu, qaysi bir erkak, qaysi bir ayol. Elektr xizmat. Dokument ichiga aralashmay qo'yaring. Boy, siz ham svetingizni pul tugab qolayotdim, tugamayapti mana sizga savol. Seylik savol. Bitta gap aytam. Hop. Svetga pul to'lamayman. Nimaga? O'zim bilaman. Sanli o'shanga boy bo'lasanlar deyman, hech bir sxemami yo'q. Jon uchastkovoy ko'rishaylik siz bilan ham. O'zim aytib qilib beraman. Xo'p, o'zim qilib beraman. Umid vaqtingiz ajrating hozir. Hop. Pul to'lamasligini ko'rsataman. Mahalladagi hamma elektrga pul beradi, lekin bu bermaydi. Teg yetish kerak. Mana vaqtga chiqay qo'shdi. Ishlaymi aka? Nimaga siz elektrga pul bermaysiz? Hamma beradi. To'lamayman. Nimaga? To'lagim kelmadi. Shu o'zingiz uchastkovoyga aytqazaman. Yo bo'lmasa menga masalan leviy qilishga o'rgatib qo'yasiz. Aka, men leviy qilganim yo'q. Apex Power'dagilar kelib, quyosh panel o'rnatib ketishdi menga. Nima u? Kim ular? Apex Power katta kichik elektr stansiyani qurilish va montaj ishlarini olib borishadi. Bu qimmat bo'lsa kerak, o'shirman. Agar sizni xonadoningizga o'rnatish kerak bo'lsa, davlat tomonidan bir martalik subsidiya berishadi, o'rnatib berishadi. Sizga o'shani arzon tushadi. Zo'radanmi? Bundan tashqari har xil korxona, tashkilotlar yoki iste'moli katta bo'lgan ishlab chiqarish obyektlarga patruj xonada o'rnatib, ruxsatnomalargacha berishadi. Yey. 1 yillik bepul servis ko'rsatishadi. Bundan tashqari passiyan aloqada bo'lishadi siz bilan. Zo'raganda bir manzil qayerda buni? Manzili Amir Temur ko'chasi, Yoshlar majmuasi to'g'risida Jinoyat sudini shunday yonida. O'xinbavardan o'tganda. O'sha tomondan burilishda, bir yo'l. Menga mana shunaqa qilib bersa, subsidiyaga yugurib sal O'zlari qilib berishadi hammasini. bo'ldi, rahmat boy. Agar daromad topaman desangiz, o'zingiz iste'molingizga balandroq bo'lsa ham pul topaverasiz, tomon pul topaveradi. Savqa qilamiz. Ariston ishlasa bo'ldik sizga. Ashtaqa Ariston bo'ldi. Kampir, zo'r ideya qilib qo'ydim. Aristonimizni o'chirmaymiz hech qachon. Bizga ketsin Ariston yoqib qo'y. To'q sho'rvani yo'rib sizlarga o'jaga. Yoqdimi? To'q sho'rva emas-ku, kaptar sho'rva edi. Seni kaptarlarga berib quyosh panelimga qummasin aytib qo'y. Agar qunaydigan bo'lsa, hammasini sho'rva qilib ichaman. O'zingga yediraman go'sht. Hali meni kaptarimmi? Ha. Meni kaptarimni pishirib yordingizmi? Mana zelonkas bormi? Ha, ko'k zelonkas. Jentren aflik. Siz sho'rva qo'llaringiz tagida qarang, tamam aka? Yuring mana yoqqa. Qayga? Yuring, o'zi katta gap qilib uraman, to'xtatib gap chiqib uraman. Yutqazdim bu sevgi jangida. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. 1 minut vaqtingizni olsam bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Bitta narsa so'rayman. Mana odam taniysizmi? Ha, telefon mesh ko'rsatib qo'ydi bu. Eshitmish ko'rsatmagan oldiga bora olasizmi? Faqat bildirib qo'yman qidirtganimizni. 2 kishi mafiya bo'lamiz. Boraman. Mafiya bo'laman mendimi? Ha, mafiya bo'lamiz. Belliga chiqib o'rpam. Bo'sham bor-ku, to'xta, chekka qilib qo'ying. Ha. Oq kishi mashinada ishlaydi. Chiqib men gap tegmaydi, aka. Gap tegmadi, bildirib qo'ymasangiz bo'ldi. Mafiya mama. 361 sport kiyim do'konimizga xush kelibsizlar. Bo'ldi, aka, kiyimlarni ko'rsating-chi. Yangiliklar kelgan, yuring-chi. Mafiya. Bildirib qo'ysiz. Любой joy kiyasiz. Oq krossovkalarimizda hamma brendniki bor, onkulot hamma modellaridan bor. Xarid qiling, afsuslanmaysiz. Qirq bir razmerda. Ko'radi uchun. Qaydir bir pilla choy ichmaganmizmi? Yo'q. Mana sirli inson bo'lish rosa yo'q. Voy siz bildirib qo'yasiz, kazellik qilib qo'yasiz. Nima degan u kazolik? Tulki degani. Yuring kelsin. Ha, tulki. Okalarga qaydir pul olib berdi qilganmiz-da siz bilan. Yo'q, meni qiyofadoshlarim ko'p. Amal uni buni qo'ying. Oka bizda ko'cha-ko'yda kiyishga, zalga, sportivka, shalvar, mayka, futbolka и zo'r-zo'r duvokalarimiz bor. Hamma narsa sifatli. Shu mashina. Aytga qisib olaman. Vaqt keladi o'zi. Haydi. Sirli insonlar Realmi, Bavariyami? Hala Madrid. Men Bavariya ichman-da. Nimaga? Real Liga komanda yutsa, balet qo'yaveraman. Barsa ichaman. Oka sariq noshkalar turli xil kelgan. Endi esladim men sizni maydonda avval kuni podkast berib qo'ydim, ha? Jinnixonada. Men qiyofadoshim ko'pdi. Bu buzlarma mashina. Chigirdagilar. Siz ishdan bo'shatamashkilar Realga qarshi chiqsiz. Yo, bo'ldi, men Realmi endi bundan. Realmisiz? Hala Madrid, Vini Madrid. 2008 retro Ronaldo. Futbolga borganmisiz o'sha payt? Yo'q, qayda? 2008 marka o'zi. Voy, befoyda umrimiz ketdi, mashina kelib. Befoyda. Nishon topildi. Longlarda Sherdor to'yxona ro'parasi 361 sport do'koni ekan. Ustoz bilan nima ish ko'rsatib qo'yganlar?
Bu dumbul ikkichilik kassaga qatnashib olib, pulim bermasdan yuribdi mana. Telefon qilsam bizlar telefon nima bo'ladi? Yo'q, bikim bo'ladi. O'sha kassangizni men bellayib tashlab keldim mana ega. Men o'z bo'lka ochib qo'ydim. Agar bellayim yo'qolsa, do'g'imlar sizni o'ldirarlar. Siz anjilama undingiz. Halol bo'lsa hech kim tegmaydi. Ketamas, resey ketavermanki, yurasizlar meni sog'inib, qayt qilib. Nima bo'libdi yana? Asli umzul ketib to'sdan anunni bermanga yana iltimos. Ay seni tamom qilibdi. Harrobayi xasta qilibdi. O'zi xatolmagan. Berasanmi yo'qmi? Sabr qil. O'zing sal bosib olgansan. Jinniga o'xshab. Sabrdagi sariq oltin. Bo'ldi. O'shani sabr qilchi. Oka, chiroyli yuring, yelkangiz katta ketibmi, oka? Bo'ldi. O'shtanga qara, o'zini bosib olsa. Bo'ldi, oka. Voy, можно qilasizmi? Spokojniy mальчик. O'shdan anunni to'p bermasa bo'lmaydi. Yur. Oka uzraming bor. Acha podalar bilan o'tirib iching-a. Tezroq bu so'ng yeb tashlarman Muroddasin o'zi. Keldi, o'chir o'zing. Bezbet, yana keldingmi? Ertalab tashlaydi seni. Oka, men buni ertalab ham hech qanday ichmasam bo'lmaydi. Menga har doimgida tezroq bo'ling. Morlar tutib qoladi. O'shani ham ertalab keldingmi? Ertalab keldim. O'shdan Muroddasin o'ldirib qo'yaman bir kun. Yashamash asnavdan uchib qo'yishdi. Qizaqa bir yuruvdi. Tezlating, oka, turavermasdan. Adres pishmang menga qaytib, oka, adres pishmang. Qarab turib. Mana shu oxirgisi. Bir kunda 5 ichsan sen. Testosteronni ko'taraveradi bu. Qara, o'ziga keldi. Bog'ga kirsan mayli. Bir chiroyli bola. Gullar tersan Qarang mayli. oka, yangiliklar qilib pishirasizlar. Bu yerda kokteyl, mojito, tabiiy sovuq, choy, kofe hamma narsa bor. Undan tashqari vaflili, shirinliklarni qilganmiz. Biz vaflili, shirinlikni faqat kuyov kokteylni 40 ming so'mdan xarid qilish mumkin. Bundan tashqari bu sariyog'lida qilinadi, sariyog'lida, uka. Ha, vafli smuzi deb qo'yibdi o'sha Shu narsa, uka. Tanlaymi? Yana ikkita olib meni o'lgib ketaman. Ha, yema qo'yaveradi yana. Olgan o'shda qichqirasan. Epkes bo'ldi, epkes yaxshi-ku. Antoshka. Men mani ham ichma. Joy zo'r qilsan lekin oka. Aslan supermarketini oldida kuyov kokteylni 3-filetini ochdim, uka. Ha, zo'r qilsa voy qayda u sizlar? Bizniki Dashko'lada. Tashkoladami? Bizniki Mashhadda men tevaroq. Abdurov. Mehri jo'shib ketdi, kuyov kokteyl ichgandan keyin bolalarga pul tarqatib yurdi. Asab chiqsak tortdi. Ko'rdingmi? Kuyov kokteyl odamni testosteron ko'tarib erga qilib qo'yadi, uka. Ki horram nima qilibdi? Mash kishi ham bek bekorchilar. Kibrlanib yuraveradi dedan davrda. Shubham so'rashi yo'q tavba qildim. Yani kishi borlar-ku Husnda. Ha. Do'kon ochibdilar, sesdi. Yo'ymami? Yo'q, do'kon ochgan Eloboddan. Rostdan. Ha, o'zi shundochi. Yutchi? Ko'ra olmaslar, ko'rib qo'ysin bunday do'konda manganda yo'q. Ye, hofizib ketdi-ku. Ye. Mo'ra bo'lsa, Rahmat. Hozir do'kon ochibsan-da, mana shunaqa yurishdiki, tasavvur qila olmaysan. Bilaman, sizlar samimiy insonsizlar. Topcha xursand bo'lib ketdi. Yurib tavallarni ko'rsataman. Sandaqa soxtalarni ko'raverib. Boy, o'ta chiroyli qilib, katta qilib ochibdi do'konni. O'ta slishkim katta, chirishur katta. Bu do'kon hali ochilgani yo'q. Ertaga 3-may kuni ochiladi, yakshanba kuni soat 11:00 da. Juda katta shug'ul bo'ladi bu yerda. Kelgan mehmonlarga sovg'ani tindirmasdan beramiz. Qolaversa mana Hermes tapishkasi trenddagisi 99 mingdan sotiladi. Omelina ham berasiz, doim. Buni ertaga sovg'a qilib beraman, ertaga. Pishir, paskude, voy. Brendini ham o'chilmagan do'konga talapan chiqarib olibdi. Ashtaqa gaplar, mana shu do'konni ochib oldim. Mana shu zig'dan bag'i 39 mingdan 99 minggacha. Endi futbolka bor, finka, Xitoy fabrikli shimlarimiz bor. Hamma sifatli va arzon. Uchastkani sotdingmi? Yo'q, turibdi. Mo'shdan sotibsiz-da? Yo'q, o'shandan turibdi. Faqat onam duo qilibdilar, xolos. Xursand. Katta qilib ochib oldi, katta qilib. Bag'ini qo'yinglar. Nega aytib qoldi oshna? Qozon. Ha, sal bezovta qildingiz. Qaraydi, rahmat Yo'q, yaxshi. yaxshi emas. Ilovanda ertaga ulgurmay qolib svet o'chib, ertaga chiroyli o'chib hech qanday muammo bo'lmaysin oshna. Oshna tejini sovurdi. Yaxshilamsizlar borsizlar duo qilib turadigan. Mana shu trenddagi o'q kiyimlaringiz 119 mingdan boshlanadi. Xitoy fabrikasi, turetskiy o'q kiyimi ham bor, har xil rasvetkasi bor, do'stim. Omad. Uni ustiga bitiruvchilarimizga, svitellarimizga mana shu sport klassika kostyum shimlarimiz ham 599 mingdan qilib qo'yganmiz. Bu kiyovga yarashib o'g'ilay mana shu oshna. Nima qilyapti bu meni? Yonatdi hozir. Bilmaman, qaydan katta deb fakshi katta o'chibdi. U elparvar, ha men o'yladim, bitiruvchilargacha o'ylabdi, elparvar bu. Oshnalar mana shu bitiruvchiga moslab zo'r ko'ylarni kiyib qo'yganmiz. Sifatli finkalarimiz, futbolkalarimiz ham bor. Ular ham sifatli. Addelli tema ular ham. Lokatsiyani yaxshi tanlabdi-ya. Tez zo'r tanlaganlar, kollej ishlaydi buni. G'irvon 18-poliklinika to'g'risida diskont brend deb. Voy, shunaqa kelishsin o'zi tufalarni ko'rib bitadi bilishadi. Biz juda yoqasa. O'sha gaplashamiz, ishlagan anaqa sanga. İçimdeki ilonlarım sallasan, içimdeki ilonlarım.
Biz ham mana shu biznes qilamiz ha. Yurib ochamiz. Короче, o'shana mana shu bitta bilishxona ochilib o'tdi. Nima deysiz aka o'shani? Ha, bilishxona bo'lmaydi. Yozda ketmaydi bilish. Isib ketdi havo. Aka voy, yig'irsiz, mana aytingiz, qora, omad tila, undan ko'ra. Zo'r bo'ladi, deng aka. Sizda aka bexillardan Xudoning o'zi asrasin. Mana shu qolib ketdingiz, Brumer. Gazilbek. Ha, aka chaqirtirganmidingiz? Mana shu. Bozor qilasan, kuzin o'ynashini qarang, kap-katta bo'lib qoldi. Men yig'ilishim bor. Shuni chiroyli qilib kelgina. Sirg'an. Voy, yomon chanqani puli yomon o'sha. Qaydan bilding? Vallahi tinchmisizlar? Ye? Nima gapi? Puli yomon o'sha, yomon chanqadi o'da. Ha, aka esimda hammasini olaman, ha, o'tinjam bo'ling. To'yda maza qilarkanmiz, ha? Tezroq taksi chaqiring, to'g'ri tushib ketadi. Husnning qo'lingdagini ber, o'g'il ko'tarma oshni. To'g'ri zo'masan bundan ko'ra. Vaqt tuganali. 5000 dan qo'shtiradi yana aytchi. Yana biror soat qo'shtir. Ha, meni okom kutib turibdi-da, anaqa qiladi omilak. Biz aytamiz oqonga qo'shtir. Ha, xo'p. Aka qo'shib qo'y. Xoddodan ham ayt, yomon qo'rqib o'ch. Ikkitadan xoddoyam ayt, osh qorin oshdi. Ajabit qildi-ku. Aytaver, qorin oshdi. Hop. Taksi nima qilamiz? O'sha yezdagi tayyor mashina olib qo'ydi. Yo, zo'r qilsani oshni okom narsa qilib tashadi. O'zorga bergan pulni. Ve bir soatga arzimagan pul ketadi. O taksiga ham berasan o'sha pulni. Hop. Birinchi qizim bilan ko'rishga kelamiz. Ha, bo'ldi, rolga chiq oshni, rolga chiq. Rahmat oshni. O'sha telefon uzib qo'yibdi, pullarni deb paynet qilib turadi. Oshda pul yo'q. Yo'q desam yo'q ketaver o'sha, borki sandan so'rabdi men. Necha pul paynet qilish kerak? 85 ming xolos, do'st. Oshda 85 ming desam, mana mashinam yezdiga o'ringa vaqt ketdi. 20 minutdan bilan tualetga kirib ketgan, chiqmadi. Tualetga mandan pul so'raydi oshda. Chiqadi, iltimos lekin. O'ziniki chiqishtiraymi? Chiqishtiraydi. Hop, bo'pti, beraman. Do'st. Oshda buni benzinda atsa ketmaydi, u pulni almashtirish kerak oshda. Ha, olamiz yangi pul bor-ku. Ha, pul bor, okom ana qilib tashadi, u pulni ishlatib olsa. Okondan yesa bitada shapat yeymiz. Yezdik so'diraydi aqibaqi. Qachon bo'ldi bu? Orqada o'tiruvding-ku, bilmay qolding. Yo'q, men xulutgan ekan, men seriz. Pul bormi? Bor-ku, tegurni bor-ku. Bor. Harom qilibsizlar. Bu yana chanqir, men pulingni yo'q ha? Manda yo'q, ber, akisun. Oshda 4 tuxumga pul qoldi, xolos, okom telefon qilib, bozor olib kel, bozor olib kel deb. Agar olib bormasa, okom meni bas izib tashlaydi. Bu sizlar harom qildilar oxlatdan. Yeto'bi, 100 dollar basali bo'lding bir posta. Yeto'bi, okon qana javob berasan endi. Meni aralashtirmagin yani, men yo'q edim bu yerda. Ya. Karmana. Qani pul? Pulni tushirib qo'ydim, yo'lda yurganimda tushirib qo'ydim, oka. Yolg'on gapirma, ani darmeyt oshnalaring bilan yeb yurgan ekansan. Qani ikkitasi? Yo'q, tushirib qo'ydim. Yolg'on gapirma, yezdagi mashina mindingmi, yezdagi? Yo'q. Bor bugun kirmasin. Yo'qol bu yerdan. Dedomiki. O'yitni bosib yording-a sana? Qoppog'idan. Pulni qaydan olisizlar, ayron. Voy, chanqamedilaringmi? Chanqadim. Haqiqatan ham, so'yibga oshni. Qanaqa bo'ladi? Qanaqa olsang, hammanga bezgaz ol, parhezdaman-ku. Oh, xudo. Siz kecha bizneschi yuruvdingiz-ku siz? Parhezdaman dedimman. O'zimiznikidanmi? O'zimizga. Voy, parhez qilaylik, bitta opa oddiy tomon bo'lganlar parhez qilaylik. Manda hammasi ritm bo'yicha. Faqat sabzavotli, shirinlik vaqti yo'q.